Assalomu alaykum akalar, tushunmisizlar? 10 sotu yer sotilyapti. $12,000 juda ham chiroyli, ajoyiblar. Quruq mashi yer, mana mana shu turburchak mana shundoq, mana bundoq, mana bundoq ketgan 10 sotu. Katta asfalt o'tgan bu yerdan, katta ariq bor, suv doim bor bu yerda. Mana stalbada tok bor. Ichimlik suv o'tgan, sal pastroqda gaz turba o'tgan, hamma dokumentlari joyida. $12,000 ga bu yerga chiroyli uy qursangiz ham bo'ladi, shinam qilib. Va choyxona qurasizmi, shinam qilib molxona, mol qo'ylarga chorvachilikka biror nima bir molxona qursangiz bo'ladi va ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladi. Metallommi, makulaturami, tikuv seximi, любой narsa. Короче, bu yerdan katta yo'l o'tgan. Bu territoriyada maktab, bog'cha hamma yo'q bor, magazin deysizmi, hamma sharoitlar, hamma nima bor bu yerda. Aholi ko'p, Shibyonka asfalt zavod bor mana bu tarafda. Katta asfaltning bo'yida mana stalba, ichimlik suvi hamma yo'q joyida. $12,000. Telefon raqami yozib qo'yaman, telefon qilinglar, quruq yer, lekin juda ham zo'r joy, suv bor, hamma yo'q bor, tok bor. Chiroyli qilib bitta o'nonga o'xshatib uy qursangiz bo'ladi va xolasangiz choyxona qiling, xolasangiz bir mol qo'ylarga, bir chorvachilikka chotki joy qilsangiz bo'ladi, ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladi. 10 sotu. Shoshilib telefon qilinglar. Kech qolmanglar. Juda ham shikalan narxda $12,000 10 sotu yer. Shoshilamiz. Suv, svet hamma joyida. Dokumentlari ham joyida.